Belorussiyaga qachon ketamiz? Belorussiyaga. Toshkentda Food City bor. Yangi qurilgan. Hozir go'sht narxlarini bilamiz. Bizda go'sht va chet eldan kelgan go'shtlarning narxini bilamiz. Shu bozor bitta yaxshi tomoni bor, menga yoqadigan. Mashinada yurib bozorlik qilinadi. Territoriya jihatdan menimcha eng katta bozor O'zbekistonda. Qani kiramiz ichkariga. Qanaqa ahvol ekan go'sht narxlari. Food City ichkari tomoni bu. Arzon lekin bozor. Go'sht narxini bilamiz. Qayerdaki? Mana chet eldan kelgan. Opa, bu qayerda go'sht edi mana bular? Pokiston? Nech pul? 80? Nam boshlanadi. 75 dan 100 4 113 112 gacha bor. Mana Pokistonning go'shti ekan. Pokiston go'shtlarini mana shu opam sotadi bozorda, mana. Shunaqa suyaklar ham. Nech puldan ekan bu suyaklari? 40 ming? 50. Food City'da как раз Belorussiyaning go'shtiga ro'bara kelib qoldim. Bilamiz narxi nech bo'ldi. Bular narxi nech bo'lar ekan mashlar? Mashina 110 ming. 110 ming, ha? Go'shtlari 95 ming. Bular 95 ming. Agar biz go'sht narxini tushirmas ekanmiz, mol boqmas ekanmiz, demak go'sht narxi tushmaydi. Borgan sari qimmat bo'lib ketadi. Mana narxlarni tezda ko'rsatib ketyapman. O'zimizda jaydari go'shtlar narxini 160 ming so'm, suyagi bilan 145 ming so'm. To'g'ri? Go'sht qovurg'alar 135 ming. 135 ming? Go'shti, qovurg'asi. Qovurg'asi, ha. Samarqandlikmi? Cho'rna halol mahsulotlar, Samarqand kalbasalari, halol, ishonchli, pokiza. Birinchisi sifat. Gap bo'lishi mumkin emas. Meva bozor, Food City. Mevalar faqat bitta yashikda sotiladi. Yashik bilan kilali yo'q. Lekin eng arzoni shu yerda. Mana shaftolini ko'ramiz. Nech bo'ldi ana shaftoli? 25 ming, ha? Belorussiyaga qachon ketamiz? Belorussiyaga. Siz olib ketaman Belorussiyaga. Olib ketasizmi? Chorvaras qilasizmi? Boramiz inshaalloh, xudo xolasa. Bo'ldi. Magazinni kim boshqaradi bu yerda? O'zimiz. Bo'ldi. Akamiz o'zimiz boshqaramiz. Bo'ldi. Mana shu kundan qilamiz. Ustalarimizga mana shu yerda bozorlik. Food City.